Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Biz Dünya Uyghur Qurultayining bayonotida e'lon qilganimizdek 3-navbatlik Sharqiy Turkiston Milliy Kengashi va Uyg'ur yoshlari kengashini ochishni qaror qilgan edik. Bu kengash 5 ayının 23 günüden 26 günügacha Germaniyanın München şehrinde ötküzüldü. Bu kengashni etişteki maksat hazırki dünya vaziyetinin tez özgürüşü ve vatanimizdeki Xitay elip beriyotgan irqiy qirg'inchilikning davomlashishi ve bununla kandak çağrılarını, kandak tedbirlerini erişimiz gerek. Bu haqda muzokaralar elib berildi. Shuning uchun bu Milliy Kengashni etishni qaror qilgan edik ve Dünya Uyghur Qurultayi ijroiy komitetining birdek ma'qulligi bilan bu Milliy Kengash ve Yoshlar Kengashini o'tkazish uchun bir tayyorlik komiteti qurilgan dedi. Ve icra komiteti a'zolarining birdek ma'qulligi bilan bu tayyorlik komitetining raisligiga bizning sobiq raisimiz Dolqin İsa efendim tayinlangan edi. Shuning uchun bu Milliy Kengashning tayyorlik xizmatlari haqidagi so'zlarni ben Dolqin İsa efendimga havola qilaman. Köp rahmet. Esselamu Aleyküm aziz vatandaşlar. Reisimiz Turg'unjon Aloviddin deb o'tgandagidek Dünya Uyghur Qurultayi 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi ve Yoshlar Kengashini o'tkazish qaror qilinib, ijroiy komiteti bir qaror ma'qullagan ve bu qarorda men hozir bek aldirash bo'lmaganligim uchun mushu 3-navbatlik Milliy Kengash ve Yoshlar Kengashining tayyorlik komiteti xizmatlariga mening yordamlashishimni, mas'ul bo'lishimni o'ylashibdi. Men buni xo'shallik bilan qabul qildim. Bu qaror qabul qilingandan keyin tayyorlik xizmatlari jiddiy boshlandi. Hozirgacha Dünya Qurultayi 2 qatim Milliy Kengash chaqirdi. 2018-yili 11 ayda tunç navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirib, Sharqiy Turkistonda aziz vatanimizda Xitoy hukumatining epirayotgan irqiy qirg'inchiliklarni xalqaroga qanday qabul qilg'izish, sukut turayotgan dunyoni qanday qo'g'dash, Xitoy hukumatining bu qirg'inchilikdagi jinoyatini surishti qilish maqsadi bilan tunç qatim dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilot rahbarlarimizni, ulamolarimizni, diniy zotlarimizni, tijoratchilarimizni, yaşlarımızı yani her sayı insanlarımızı çağırıp 3 günlük bir müzakereden keyin 2018 yıl 11. ayda bir karar elip bu irqiy qirg'inchilikni dunyoga bildirishning qadam bosqichlari, strategiyaları müzakere kılınan. Şu stratejiya boyunca 2022 yılgacha elip berildi bu qadam bosqichlar ve nayiti zor bir neticeler qo'lga keltirildi. 11 parlamenti dünyada Uyghur irqiy qirg'inchiligini qabul qilindi. Uyghur soti muvaffaqiyatli o'tkazildi Londondagi ve nurg'unlagan davlatlardan parlamentlarda qarorlar ma'qullanib, nurg'unlagan xalqaroda Uyghur irqiy qirg'inchilik masalasi dunyoning muhim kun tartiblaridan birisiga aylandi. Endi 2022 yili ikkinchi qadamga o'tdi. Xitoyning dunyo bu irqiy qirg'inchilikni qabul qilgandan keyin Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik jinoyati bilinishlarla qanmaslık gerek. Çokum onun bir kanuni javobgarligi sürüş kılınış gerek. Xitoy hukumati epirayotgan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish ve xalqaro qonunlar, milliy qonunlar bo'yicha Xitoyning bu jinoiy javobgarligi so'roqqa tortilishi kerak degan maqsad bo'yicha 2 Milliy Kengashda bu masala muzokara qilinib, nurg'un qadam bosqichlar besildi. Xitoylarning vatanimizda epirayotgan Uyg'ur majburiy emgigini to'xtatish haqida muhim muzokaralar elib berildi. Şu münasebetle 2022 yılında elingan karar dairesinde xalqarada Uyghur milliy mecburi emgigini to'xtatish jihatdan bo'lsin, Xitoy hukumatini Argentina sotiga berishni bo'lsin, boshqa milliy sotlarda Xitoy hukumatining jinoiy javobgarligini qabul qilish nuqtai nazaridan bo'lsin va shundaqla Amerika qatorliq va Yevropa davlatlarida qonunlarning chiqish nuqtai nazaridan bo'lsin, muhim qadamlar va muhim natijalar qo'lga kelgan bo'ldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti maxsus Uyg'ur dokumentini e'lon qildi. Endi 2024 yili dunyoning nurg'unlagan davlatlarida saylamlar bo'ldi.
Bulupmu Uygur Milli Hareketi'ne yardım kıvatkan, bununla istaşlık kıvatkan devletlerde parlament saylamları hep verildi. Avrupa parlament saylamı hep verildi. Amerika'da saylamı hep verildi. Avrupa'daki nurgulluğun devletlerde saylamlar ötküzüldü. 2025 yılının kiriş bilen, 2024 yılının ahırlışı bilen dünyanın siyasi vaziyeti de, coğrafi ve şeraitleri de nurgulluğun özgürlüklerinin boğallığını körüvatımız. Dünyanın milli bir xatarlik meselesi nurgun özgürlükler olatıdı. Suriye'de yeni hakimiyet, Esad rejimi ağdırılıp yeni hakimiyet işbeşiği çıktı. Amerika'da Trump reisligideki yeni hakimiyet işbeşiği çıktı. Avrupa'da yeni sayılan, Germanya'da yeni bir hakimiyet işbeşiği çıkış aldı turvatıdı. Dünya Kurultayı 2024 10. ayda 8. nöbetlik kurultayını muvaffakiyetli ötküzüp yeni bir tallangan mükemmel bir rehberlik kadrosu beşiğe çıktı. Demek muşundaq meyli özümüzün işki vaziyetleri nokta nazarından bolsun, meyli halkara nokta nazarlardan bolsun, bütün Uygurlarının serhilleri, teşkilat rehberleri, yaşla, ilim adamları, her sayı insanları bir araya gelip bundan burun işki kıtım ötküzgen okşaş, bu kıtım 3. nöbetlik milli kengeş yığını yaşlarımız bilen birlikte ötküzüş arkalık milli davayımızın 3. kadem baskışını müzakere kılışının vakt saati yetip gelgenlik için ve bunun dinkinki özgür atkan dünya siyasetlerine kandak mas aldı milli davayımızı şekillendirimiz. Bu meseleni müzakere kılış bir tarihi zürriyet bulup oturup çıkanlık için dünya kurultaymışlar bir karar ağam. Bu karardan kim bu tayarlık komite ciddi işki başlap bir katibatlık bölümü, bir arkısap bölümü ve bir iktisadi bölüm bulup 3 grup şekilde tayarlık hizmetleri işlenip atıdı. Tayarlık hizmetlerine ait muvaffakiyetli kitap vardı. Her kaysı gruplarga mesul bu komitelardaki hizmetçiler, azalar geç gündüz bu tayarlık komitenin hizmetlerini kıvatıdı. Şununla birlikte Dünya Kurultayı'nın yeni rehberlik heyeti bir taraftan Halkaradaki Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki, Avrupa Parlamento'daki, Garip devletlerdeki yüzden lobi yıllardan bugün epirvatkan, plan kılan 8. nöbetlik kurultayda kabul kılan kararlarını icra kılış noktasından bir taraftan aldıraş, şununla bu Milli Kengeçliğin tayarlık hizmetlerini men üstümük elip kurultay rehberliği yardımcı kitap varımız. Tayarlıklarına ait yakış kitap vardı. Dünyanın her kaysi caylarındaki çağırıvatkan mimarlarının teksimnamıları ketti. Naiti pozitif inkaslarını tavşırıp evatımız. Hem de bu hakta yana başka rehberlerimiz komisyonlarının müdürleri aldığımız günler yana davamlık bu hakta yeni uçurlarını halkımızdan ortaklaşıdı. Bir digimizdeki Şarkı Türkistan Milli Kengeşi ve şundaklı yaşla kengişimi birlikte ötküzümüz maksat Şarkı Türkistan davasının gelecek izbasarlarını tekimi güçlendiriş, davayımızın 3. bir baskıcı da kandak yaşlarımızda hareketlendiriş ve davayımızın izcilliğini kapalı kılış şunun bilen yaş nesil bilen burunki davanı yapırvatkan peş kademle otururski bağını tekim güçlendiriş bu kadimki milli kengişimizin asaslık maksatlarından biri bu hakta bizden Dünya Kurultayımızın muavin reisi Zümretay Hanım'ın fikrini anlayalım. Bu qitimki Milli Kengeş içilgan çağda okşaş vakitte yaşlanımı Uygur Yaşları Milli Kengeşi içildi. Bu qitimki faaliyette 50'tek Uygur yaşlarımız gelip bu faaliyetlerge katnaşmakçı asaslık şu Avrupa'daki yaşlar ve Avrupa'nın yindiki devletlerden gelip muşla emisi okşaş vakitte jığılıp bir qancha temalardan müzakere qilmoqchi. Bu endi maqsad Uyg'ur yoshlarını bir yerga yig'ish, bularga bir fursat berish, bir platform, bir sahna berish, o'zlarining fikrlarini o'zaro muzokaralashib, o'zaro kompaniyalarni qurib yoki görüşüş bolsun, özünün örüp adetini, özünün medeniyetini tebrikleş bilen billa muşu faaliyetlerge Uygur davası qandaq sep qoşumuz degan temlarda fikirleşiş. Bu qitimki bu işkiliciğin nahayt mühim ve dünyadaki her qaysi yerlerdeki yaşlar bulup mu Avrupa'daki yaşlarının müşekilişini aktif şekilde katnaşıp berişini ümit qilamiz.
Hem de bu katımlık Milli Kengeyişimizin dep ötkünümüzdekidek 3 komitet kuruldu. Bunun birisi iqtisadi komitet, birisi kativatlık, birisi arkısep. Bir adamda Milli Kengeyişimizin çağırışımız için iqtisadi imkaniyetle hazır bulunmuş gerek. Bu komitetin mesullerden boğan Abdücelil Ahmet Efendim'nin bu Milli Kengeyişinin tayarlık hizmetleri için bulup mu iqtisadi tayarlıkları qaysi basqıçta ve halkımızga qanday bir çağırıq var. Bu vaqtda biz iqtisadi komitetinin müdiri Abdücelil Ahmet Efendim'nin bir qancha gapini anglaylik. Assalamu alaikum Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlar. Hammamizningki ulug' Ramazon ayimiz muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazonda qilgan barliq yaxshi amallarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Aziz qarindoshlar, yuqorida Dünya Uyghur Qurultayiningki rahbarlar deb o'tgandek, bugungi o'zgarayotgan dunyoda Sharq Turkistonninki 3-milliy kengashini echish zaruriyati tug'ildi. Shuning uchun bu Sharq Turkistonninki 3-milliy kengashini echish uchun hammamiz bilgandek, buningga ma'lum miqdorda iqtisod talab qiladi. Uningki zal tutish, hotel, uningdan keyin boshqa chiqimlari uchun 250 dan 200 ga qadar insonlarninki shu hotelda yetishi, uning tamoqlari, uningki logistik faoliyatlari, uningki yig'in ochiladigan zal va hokazolar bu Dünya Uyghur Qurultayiningki bu yig'inni o'tkazish uchun hali iqtisodga mal bo'ladi. Nurg'un Dünya Uyghur Qurultayini qo'llab kelayotgan qo'llovchilar hozirgacha hamda Dünya Uyghur Qurultayiningki 2018 da ochilgan 1-navbatlik milliy kengash va 2022 yil 5-oyda ochilgan 2-navbatlik milliy kengash, bu yil 5-oyda ochilmoqchi bo'lgan 3-navbatlik milliy kengash. Uningdan boshqa Dünya Uyghur Qurultayiningki hamda nimedagi Yevropa parlamenti ochilgan Uyg'ur forumi ve Tokyo'da açılgan Uyghur Forumu qatarlıq müşna faaliyetlərdə qançılıq xalqımızdınki bu Dünya Uyghur Qurultayini qo'llayotganligi, iyada elingan qarorlar ve xalqaraga berilgan masajlar, xalqaraga mushu Dünya Uyghur Qurultayiningki davasını, Dünya Uyghur Qurultayidagi elib berayotgan siyosiy faoliyatlarni qo'llash yuzasidan kelayotgan xalqarалық siyosatchilar, mutaxassislar ve şunun o'xshaydigan hukumatning adamlari o'zlarininki dokladlarini sunib ketdi. Bu qatimmo 3-navbatlik milliy kengashda xalqarалық siyosatchilar hozirgi o'zgarayotgan dunyoda qanday bir faoliyat, qanday bir siyosat vatanimizdagi Xitoy ishg'olida turayotgan Sharq Turkistonninki qutilishi, şu yerdeki xalqimizningki azroq bo'lsa-mu bir dumbisining aptab ko'rishi uchun nima qilishimiz kerak deyilgan tema ostida nihoyat yaxshi muzokaralar bo'ladi. Buning uchun hamda mushu vatan sirtida yashayotgan Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun, xalqimizning hurligi uchun o'zi ko'ngil qo'yayotgan qarindoshlarimizninki buningga moddiy jihatdan yordam qilishingizni umid qilamiz. Albatta hozirgacha Dünya Uyghur Qurultayiningki barliq faoliyatlarini London Uyghur Sot Kollegiyasınki muvaffaqiyatlik etib uning yaxshi bir qarorlarning chiqishida, Argentina sotininki davomlashayotgan sotida 1-navbatlik, 2-navbatlik mushu milliy kengashlarda, 1-navbatlik, 2-navbatlik Uyg'ur forumlarida va Dünya Uyg'ur Qurultayiningki hozirgacha 8-navbatlik mushu qurultayninki cho'ng yig'inlarga qanday moddiy yordaminglarni qilib, o'zinglarning dastiginglarni bergan bo'lsanglar, buningdan keyin shunda dastiginglarni berishni iltimos qilamiz. Men o'zim ham Dünya Uyg'ur Qurultayiningki ichida tarkibidagi ijroiy komitetda bo'lmasam-mu, bu ijroiy komitetdan bu qarorni elib, buni qilish uchun bu qadam tashlagan ekan, mush komissiyonga meni mas'ul qilish vazifasini berdi. Albatta men hamda qo'limdan kelishicha buni yordamlashma deb o'tirg'i chiqyapman. 3-navbatlik milliy kengashimizningki muvaffaqiyatli echilib, xalqimizga yaxshi bir umid beradigan bir qarorlarning elinib, shu bo'yicha ijro qilinishi uchun har bir Sharq Turkistonlik qarindoshimizningki moddiy jihatdagi yordaminglarga va ma'naviy jihatdagi o'zinglarningki hissdashlig'inglarga ehtiyojimiz bor. Shuning uchun har biringlarningki buningga ayamasdan yordam qilishinglarni talab qilamiz.
Çok rahmet. Hem de nöbette bu Milli Kengeş'nin tayarlıq komitesida aktif rol edip hizmet kıvatkan Dünya Kurultayı'nın sabık muavin reisi ve hazırki Dünya Kurultayı'nın alay baş meslahiyçisi Parat Muhammedi Efendim'nin bu Milli Kengeş hakkındaki bir kançayı sözünü anlaydı. Rahmet, hürmetli Dolqunay Efendim. Aldı bilen ben bütün muhaciret, bütün karındaşlarımızdan mübarek Ramazan ayını tebrikleymen ve kalan dualarımızı, kalan ibadetlerimizi Allah kabul kılsın inşallah. Bayı rehberlerimiz de ötkendek, hem bugünkü mürekkep halkıra vaziyette muşundak bir bütün çeteller Uygur teşkilatlarımız ve siyasi erbaplarımız, milli ustazlarımız, her sazatlarımızdan bir yer toplanıp milletimizden takdir meselesi hakkında müzakere yapmış naite zürür. De şuna Dünya Kurultayı'nın ki bu kararını bütün yürgümden, vücudumdan kollayman ve bu Milli Kengeş çakırış kararının naite toğra ve dalla vaxtıda ilanılan bir karar dep karayman. Az qarandaşlar bilesizler Dünya Kurultayı kurulğandan tatip hazırgacha halkımızdaki takdir meselesiga münasebetlik zor meselelerde muşna halkıra zor davalgıçtagı boran çapqınlıq ciddi özgürlükler duş kelgen vaqtida biz yana Dünya Kurultayı bütün teşkilatlarımızın meseleleri bilen bizning bütün asas siyasi erbaplarımız bilen milli ustazlarımız bilen ve her zatlarımız bilen bir araya kelip ortak strateji tüzüp çıkış ortak müzakere yapış, ortak karar iliş ve kararını ortak icra kılış ve mesuliyetini ortak üstümüzge iliş. Tek bir isil enenini devamlaştırıp geldik ve bu qetim çakırıvatkan 3 nöbetlik Milli Kengeşme del bu şu kurultayı devamlaştırıp gelgen enenlerinin birisi. Az qarindaşlar, bu nöbetlik Milli Kengeşte 20 devlette aktif faaliyette yapıp atkan tahminen 70'e yakın Uygur teşkilatınınki mesulleri teklif kılındı. Bu kıtım yani arkaysı devletlerin kilip atkan bizninki vekillerimizninki çakırak fikir kılışı ve onlarınki erken fikir kılışı ve erken sohbetler katılışıga köprek vakit ajırış şarayet hazırlap biriş maqsadda bizning tayyorlik komitesining raisi Dolqunay Efendim'ninki teklifi ve kurultay reisliğinin kararı bilen bu kıtımki Milli Kengeşte chet ellik dostlarımız ayrılgan vaqt biraz qısqa bo'ladi. Faqat ichilish marosimini o'z ichiga vaqti 20 kun qolgan 2 kunda biz butunlay shapkimizni ustalning ustiga qo'yib o'zimiz ishga jihatdan har qaysi ellardan kelgan ya'ni 30ga yaqin davlatdan taklif qilingan vakillarimiz bilan milletimizning taqdir masalasi haqida milliy mustaqilligimizningki bundan keyingi yangi istiqrotisi yo'l xaritasi haqida o'rtaq plan programlarni tuzib chiqamiz inshaalloh. Albatta ki bu qadimki Milli Kengeş vekillerinin arasında yani Uygurlardan başka yine Şarkı Türkistan'daki başka Türkiye milletlerininki vekillerininki hemisi de gerek var az qarindaşlar bulanın içinde. Şuna bu qadimki Milli Kengeşimizninki avval qadimki Milli Kengeşlerdek nayet ehmiyetlik, paydalık milli müstakillik kuruşimizge paydalık bir kengeş buludu dep şunun işini ben. Rahmet. Parat Muhammed Efendim köp rahmet. Bu qadimki Milli Kengeşimiz ve Yaşlar Kengeşimizin içilişten burun bolsun, içilvatqa vaqtlarda bolsun ve içilgandan keyin bolsun çıkan kararlarını ve içilvatqa vaqtlarda buluvatkan Milli Kengeşini xalqimiz bilen ortaklaşış, xalqimizga yetkizish jihatda Dünya Kurultayı uçur axbarat merkezi özge bir qatar plan programlarını tüzüp çıktı. Bu haqda bizning uçur teşviqat merkezimizning müdiri İftihar Abdurashid Efendi'nin sözünü anlaydı. Rahmet sizge. Assalamu alaikum hürmetli görünmeler. Sabık reisimiz ve tayyorlik komitetiminingki reisi Dolqunay Efendimninki dep ötkendekmi bu qıtımqı 3. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Kengeşi ve Uygur Yaşları Kengeşininki teşviqat jihatdagi tayyorliklari nayt ciddi ilip berilyapti. Bu qıtımqı Milli Kengeşningmi aldınqı nöbetdagi Milli Kengeşlerdanmi alayda farqlanadigan yeri Uygur Yaşları Kengeşiningmi paralı halda geçirsizler. Paralı halda Milli Kengeş bilen birlikte içilişi. Hazırın özde biz bu Milli Kengeş'ninki içiliş murasim bolsun, bu jarayondagi ilip berilgan muhim muzokaralar bolsun. Bularning hammasini siz ko'rmanlarimiz bilan naq maydondan
sizlarni xabarlantirib turish uchun qo'limizdan kelgancha tirishimiz. Ham bu jarayondami Milliy Kengashgacha bo'g'ichi olgan araliqdami tayyorlik komitetininki tayyorlik xizmatlarini sizlar bilanmi kunlik xabarlarimizda bo'lsin, maxsus suhbat programmalarimizda bo'lsin, sizlarni xabarlantirib, vaqiflantirib turishga qo'limizdan kelishicha tirishimiz. Siz ko'rganlarimizdan so'raydiganimiz bo'lsa, bu jarayonda bizningki Dünya Uyghur Qurultiyi tor televiziyasiningki YouTube va Facebook saytlari olsun ta'qib qilib turishinglarni so'raymiz. Yeni bir alayda narsa bo'lsa, Uyg'ur yoshlari kengashininki texmo ahamiyatlik va mukammal ilib berilish uchun Yoshlar komiteti, Kishilik huquq komiteti, Uchur axborot markazi, Madaniyat komiteti qatorliq mushu Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining ichidagi komitetlarninki yosh bo'lgan mudirlari o'zaro hamkorlashib, ibaytimi bizningki muavin raisimiz Zumrat Erkin deb o'tgandek, Zumrat Erkinning yetakchiligida bu yoshlarninki da'voga qandoq varislik qilish va yoshlarninki da'vodagi majburiyatlari va mas'uliyatlari haqida qandoq bir qilgan chog'da negizlik bir amallarni topa olamiz degan haqdami jiddiy muzokaralar ilib berilyapti. Buning tayyorliklarimi ham mush shaklda parallel ilib berilyapti. Bularning hammasini texim yaxshi xabardor bo'lay desanglar, bizningki kanallarimizni ta'qib qilishni unutib qolmaysizlar. Rahmat amallarga. Ko'p rahmat. Deb o'tgandagidek, endi bu 3-cü navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi va Uyg'ur yoshlari kengashining tayyorlik xizmatlari nayt yaxshi ketib bordi. Biz Dünya Uyghur Qurultiyi ijroiya komiteti qaror elib, bir tayyorlik komiteti qurib, bizga bu vazifani havola qilgan vaqtdan keyin nayt echinchlik bir voqeaga hammamiz shohid bo'ldik. Taylandda 2014-yildan buyon qonunsiz tutib turilayotgan 40 neferden artık qarindoshimiz shunchalik xalqaro besimlarga, bütün chet ellik Uyg'ur tashkilotlarining ep bo'lgan tirishchanliklariga, xalqarodagi Uyg'ur do'stlarining, davlatlarning, hukumatlarning, parlamentlarning, xalqaro tashkilotlarning Tayland hukumatiga bu xalqaro qonunga xiloflik qilmaslik haqidagi chaqiriq besimlarga pisan qilmay moddiy manfaat bedeliga 40 artık qarindoshimizni Xitoyga o'tkazib berish avozisi yuz berdi. Demek Milliy Kengashni chaqirish chet ellardagi milliy da'voyimizni kuchlantirish bilan birga Xitoy zulmidan qochib chiqqan Uyg'ur muajirlarni qutqizib qilishmi milliy da'voyimizning yana bir tahirsiz vaziyat bo'lib o'tirg'i chiqdi. Demak, bu qadimgi Milliy Kengash yana xalqaro vaziyatlar, Ukraina Rossiya so'qishidi va uning oqibatiningki Uyg'ur da'vosi bo'lgan ta'siri, Isroil Hamas so'qishi, buning Uyg'ur davosiga bo'lgan ta'siri va dunyoda aben deb o'tgandagidek 74 davlatda bo'lgan saylamlarning dunyoning demokratik mamlakatlardagi o'zgarishlarning Uyg'ur davosiga bo'lgan ta'siri, xirislari va buningdan qanday foydalanish bizga akayotgan salbiy va ijobiy ta'sirlarga o'xshaydigan mush masalalarning hammasini muzokara qilish bir taxirsizlik bo'lib o'tirg'i chiqdi. Shuningga buningga butun vatandaşlarımızdanki, ziyolilarimizning, diniy ulamolarımızning, tashkilot rahbarlarimizning, yoshlarımizning, xonimlarimizning hozirdan boshlab Milliy Kengash uchun o'zining har turli qimmatli taklif fikrlarini tayyorlik komitetlariga yozma shaklda, telefon orqali har xil shaklda bizga yetkazib berishinglarni orzu qilamiz. Sizlarning fikringlar bilan Milliy Kengashimizda elib beriladigan temalar texim bo'lishidi. Biz yetmoqchi bo'lgan maqsadga texmon önümlük alda yetişimizge paydalı şarait hazırlandı. Şunun sizlerinin hazırdan başlayıp bu çağrımızga güçlük avaz koşup bu Milliy Kengashimizning ve Yoshlar Kengashimizning muvaffaqiyatli o'sishi uchun moddiy, ma'naviy va fikriy bo'libmi fikriy jihatdagi jo'mardliginglarni o'tirib qo'yishinglarni arzu qilamiz. Oxirida Dünya Qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin efendimning en ahırkı sözünü anlayın. Aziz Şarkı Türkistanlı qarindoshlar, rahmet bizning tayyorlik komitetimizning raisi, sobiq raisimiz Dolqun Aysa efendim ve bizning muavin raisimiz ve shundaqla tayyorlik komiteti Katibat komisyonunun mas'uli Zumrat Ayxonim ve tayyorlik komiteti İqtisadi Komisyonunun mas'uli Abdul Qaracim ve bizning sobiq muavin raisimiz ve
hozirgi bizning bosh maslahatchimiz Farhat Yo'rinqash efendim ve bizning Uçur Teşviqat bölümümüzün müdürü İftihar Abdurşit efendim nayt yaxshi so'zlarni qilib bu Milliy Kengashning Sharq Turkiston Milliy Kengashi va Yoshlar Kengashining hozirgi o'zgarayotgan jiddiy xalqaro vaziyatda qanchalik ahamiyatga ega ekanligini yuqorida so'zlab o'tdi va degandek bu Milliy Kengashning ochilishini hozirgacha bizning bayonot e'lon qilgandan boshlab hozirgacha bizning xalqarodagi ko'plagan Sharq Turkiston davosi uchun kurash qilayotgan tashkilotlar qo'llab-quvvatladi va shundaqla yana ziyolilarimiz va diniy ulamolarimiz ve siyasi aktivlerimizmi bizni qo'llab-quvvatlayotdi. Hatto chet ellik kishilik huquq tashkilotlarimi bu Milliy Kengashning echilishining nihoyat muhimligini va bo'libmi Yoshlar Kengashining birlikda qo'shilib echilishining kelgusi avlodlarning da'voga loyiq, da'voga ko'ngil bo'ladigan, o'zining da'vosini xalqaroda davomlashtira oladigan yoshlarning chiqishining bek muhim ekanligini so'zlab o'tdi. Biz bilan bu haqda fikrlashdi. Demak, bu qatimqi bizning milliy kengashimizning ochilishi hozirgi vaziyatda nihoyat bek muhim. Shuning uchun butun dunyodagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni bu milliy kengashni moddiy va ma'naviy jihatda qo'llashini bo'libmi bizning chet eldagi boylarimizning mushu milliy kengashga iqtisodiy jihatdan yordam qilishini murojaat qilamiz. Chunki bu milliy kengash mushundaq cho'ng yig'inlarni echish orqali ve xalqaro sahnalarda davoyimizni texmo yüksek pallalarga chiqarish orqali biz Sharq Turkiston mustaqilligi uchun kuch chiqara olamiz va mustaqillikning yo'lini ocha olamiz. Shuning uchun butun dunyodagi har qanday vatanimiz Sharq Turkistonning ozodlik uchun kurash qilayotgan, ozod bo'lishini arzu qilayotgan, vatanimizning erkinligini uchun kurash qilayotgan butun tashkilotlarimizni va shaxslarimizni va boylarimizni bizga yordam qilishga va iqtisodiy jihatdan qo'llashga taklif qilaman, talab qilamiz. Allah hammamizni bu muqaddas yo'lda birlikda birlik ve beraberlik ichida qarindoshlik ve inoqlik do'stona qiyofat ichida birlikda davoyimizni elib berishga va oxirida shu aziz vatanimizni Xitoy hokimiyatining Xitoy jallotlarining mudhish changalidan qutuldirib mustaqil davlat qilib qurib chiqishga Alloh nasib qilsin. Rahmat.